Mirzo Ulug'bekdan uy qidirganlar diqqatiga idealniy variantimiz chiqqan. TTZ bozor, Shirin bozor, To'rabul masjiddan shundoqqina tushganda 8 qavatli Novostroyka binomizni 4-etajdan 2 xona 74 kvadrat metrga ega bo'lgan xonadonni obzoriga kelganmiz. Uyimiz alohida bino, o'zining alohida kirish qismlari, parkovkasi, bolalar o'ynash maydonchasi va tinch hovlisiga ega. Videoni o'tkazib olmaylar, tanishtiramiz planirovkasi bilan. Bu Shahzodbek uyi egalari. Xo'p, kirish qism, ya'ni prixoshkasi. Ko'rganlaringdek, chap tomonda o'zlari mebellar uchun joy tashlab ketilgan ekan. Xo'p, prixoshkadan shundoq kelganimizda, o'ng qo'limizda bolalar uchun yotoqxona ko'rishlaring mumkin. Katta, chiroyli ranglar tanlangan, bundan tashqari radiatorlargacha qo'yib qo'yilgan ekan. Menga yoqqan narsa, qaranglar, studiya formatda katta qilib, shunaqangi zal, studiya formatda qilib yorishgan ekan. Bundan tashqari balkonlarini ham ochib, panorama oynalar qo'yib yuborilgan. Shunday qaraganlaringda bozor, yo'l yuzi ko'rinib turadi. Oyoq taglari to'liq parket qilingan, mebellarga keladigan bo'lsak, kuxnya mebellarini o'zlariga moslashtirib, didlariga qanaqangi xohlaydigan bo'lsalar, shunaqa qilib qo'yib olsalar bo'ladi deyapti uy egalari. Yonginasida razdelniy sanuzeli, hojatxona va hammomi ko'rishlaring mumkin. Buni yonida hammom. Alohida ko'rganlaringda. O'rtoqlar, naryoqda yana bitta xonasi bor, ya'ni kattalar uchun yotoqxona qilib qo'yilgan. Xonani ko'ryapsizlar, kattaligini, bemalol o'zini garderobnilari, hattoki mana shu yerda отдельный sanuzellarni qilib olsalaringdan bo'ladi. O'zlaring talablaringga, xohishlaringga qarab. Shunaqangi katta kvadraturadagi xonadonlar qanchadan deb o'ylaysizlar, Mirzo Ulug'bekda? Biz o'tgan safar shu hududdan uy qo'yganimizda ko'pchilik qiziqdi, juda ham ko'pchilik qiziqib, narxiga, qavatiga, remontlariga juda ham zo'r ekan deb ko'p mijozlar chiqdi. Bu uyimiz qancha deb o'ylaysizlar? Shahzodbek, qancha uyimiz? 89 ming 89 dollarda. 89 ming. Yana kelishiladigan joyi bor. Kelishiladigan joyi bor. Bo'ldi. Nima deysizlar? Qimmatmi, arzonmi? Izohlarda yozish esingizdan chiqmasin. Agar arzon deb hisoblasangiz, lakka ayamanglar. Pastda raqamlarimizni qoldiramiz, aloqaga chiqinglar, bizni kuzatib borishda davom etinglar.